choyxona deganda bizda hozir mana shu masala ko'tarilyapti-da, choyxona deganda biz slishkam ovqat yeb, mana bunaqa zo'r unaqa emas. Choyxonalar ham даже Toshkent mana Rakat mahallasida choyxonalarda chamor qaynab turadi. Dodalarimiz o'tiradi, pirra o'ynab o'tirishadi. Kun bo'yi mana shu pirrani tashab hech qanaqa qumor, pirra, shaxmat, narda o'ynab, chamor qaynab turardi. Rakat bilmayman, boshqa mahallalarda eslay olaman, rakatda ham bo'lishi mumkin. Kimdir bir pela guruch olib kelsa, bitta mastaba tayyor. Qozon qaynab yotdi. Hozir choyxona degan hammasi kommersik. Ishlab qo'yishdi shu choyxona. Hammasi kommersik choyxona bo'lib, pulli bo'lib ketib qoldi. Bu ham noto'g'ri. Nimaga? Shuning uchun yoshlik anaqa ketish sabab bo'lyapti. Mana ko'plar pensiyaga chiqqandan keyin boradigan joyi yo'q. Yig'iladigan joylar bo'lishi kerak edi. Mana qancha qo'shnilarim o'tib ketib qolishdi. Haligi pensiyaga chiqqandan keyin ota-ona, bola boshqa narsa. Odam o'zini tengi bilan gaplashib o'tiradigan markazlar, domlarning ichida choyxonalar bo'lishi kerak. Mahallada shunaqa choyxonalar o'sha tegapini olib, hech bo'lmasa chiqarib olib o'tirishardi. Bola boshqa, bo'lishim farzand xarid, lekin yig'ilib, o'sha o'tirishib, choy damlab, bitta parvarda 2 tiyin turardi, choy 5 tiyin bersam deb pul tashab ketaverardi. O'tirib choyxonada tunkalaydi urardi. Bolamiz kun bo'yi o'tirishadi, choy poy ichsa o'sha 5 tiyin 10 tiyin tashab qo'yardi, o'shandan keyin choy poy yana qo'yib qo'yishadi. Ovqat bo'lsa alohida. Hozir choyxonasi stoliga palon-pul, xonasi 200 ming soati, bu unaqa choyxona. Qarlarimiz vaqtini o'tkazishga joy yo'q. Vaqt o'tkazish yo'qda, shuning uchun hech kimga kerak emasligini his qilib qolishyapti-da. Ko'plar bu men aniq bilaman, u havodagi gaplar emas, men ko'p mana domdagi, mahallamdagilar shu boradigan joy. Hani o'zi tengi 20, 30, 40 yillar bitta joyda ishlab yurgan odam birdan pensiya chiqqandan keyin bu yoqqa kiradi, bu yoqqa bir navarasi keladi, yoqadi, bir olib boradi, qatga, lekin unda o'tirib o'zi tenglar bilan gaplashadigan joylar bo'lmasa, shuning uchun yurak, davleniyalar shu ko'tarilib, insult, hamma kasallar shundan.